Qo'l-oyog'i bog'langan erkak kishi eshikni taqillatib yordam so'ramoqda. Notanish va shubhali erkak kishi eshik g'azogiga uning qo'li bog'langanligini ko'rsatib, eshikni ochib yordam berishlarini iltimos qildi. Uyning egasi shubhali erkak kishini ko'radi va albatta unga ishonmaydi va bu yerdan tezroq ketishini aytib o'tadi. Bunday holat AQShda juda ham ko'p uchrab turadi. Jinoyatchilar eshikni ichkaridan ochtirish uchun har xil hiyladan foydalanishadi. Xavfsizlikning birinchi oltin qoidasi: siz tanimagan va shubhali odamlarga eshikni aslo ocha ko'rmang. Yordam so'ragani ko'chada shuncha odam bo'lib turib, qo'l-oyog'i bog'langan bu shubhali erkak kishi uygacha sakrab kelishi g'alati emasmi? Agarda uy egasi bu shubhali erkak kishiga ishonib, eshikni ochib, unga yordam berib qo'lini bo'shatganda, buyog'iga nima bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Bunday videolarni qo'yishdan maqsad odamlarni xavfsizligini ta'minlash va ogohlikka chaqirishdir. Ogohlik davr talabi. Kanalimga obuna bo'ling. Biz xavfsizlik va foydali ma'lumotlar haqida gapiramiz.